Hukmdor Niccolo Machiavelli. 7-bob. Birovning quroli yoki taqdirning inoyati ila qo'lga kiritiladigan yangi davlatlar haqida. Taxtga o'zining iqtidori bilan emas, taqdirning inoyati bilan o'tirganlar uchun hokimiyatni qo'lga kiritish oson, biroq uni qo'lda tutib turish qiyin bo'ladi. Ular maqsadga eltadigan uzoq yo'lni go'yo qushdek osonlik bilan uchib o'tadilar-u, ammo keyin juda ko'p qiyinchiliklarga duchor bo'ladilar. Men hokimiyatni mol-dunyo evaziga qo'lga kiritayotgan yoki hadya sifatida qabul qilib olgan fuqarolarni nazarda tutyapman. Bunday holatlar Gretsiyaning Ioniya va Gelesponta kabi shaharlarida tez-tez uchrab turar. Doro bu yerlarga o'zining xavfsizligini ta'minlash va obro'sini oshirish uchun hokimlarni tayinlar edi. Bu holat Rimda ham ko'p uchrardi. Oddiy fuqarolar askarlarni sotib olib, o'zlarini imperator deb e'lon qilishardi. Bunday holatlarda podshohlar hokimiyatni ularga berganliklarining irodasi va kayfiyatiga, ya'ni nihoyatda beqaror va injiq ikki kuchga mutlaqo qaram bo'lishadi. Ular taxtni qo'lda tutib turishni bilmaydi ham, buning uddasidan chiqa olmaydi ham. Bilmasligining sababi shuki, ma'lum bir iqtidor va fazilati bo'lmagan, bir umr oddiy lavozimda yurgan odam davlat boshqarishni qayerdan ham o'rgansin? Uddasidan chiqa olmasligining sababi esa ularning ittifoqchilari mustahkam tayanchi bo'lmaydi. Dabdurustdan podshoh bo'lib qolgan bunday kimsalar tabiatda birdan paydo bo'lib, tez o'chib ketadigan o'simliklarga o'xshab, na tomir otishga, na shox-shabba chiqarishga ulgurmay, dastlabki qor yomg'irdayoq nobud bo'lishadi. Haqiqiy iqtidorga ega bo'lgan odamlargina birdan yuqori martabaga ko'tarilishib qolishsa, boshiga qo'ngan omad qushi qo'ldan chiqarmaydi. Bundaylar hukmdor bo'lgach, boshqalar taxtga o'tirgangacha ko'radigan poydevorni endi qura boshlaydi. O'z kuchi, o'z mehnati bilan yoki taqdirning inoyati bilan taxtga o'tirish imkoniyatlarini bizga nihoyatda tushunarli bo'lgan ikki misolda Francesco Sforza va Teresa Borgia misolida ko'rsatib bermoqchiman. Francesco noyob mahorat va buyuk jasorat ko'rsatib, Milan gersogi bo'ldi va katta mehnat evaziga qo'lga kiritgan hokimiyatni qiynalmasdan qo'lda tutib tura oldi. Oddiy xalq gersog Valentino deb ataydigan Teresa Borgia esa otasiga kulib boqqan va uni ko'klarga ko'targan omad tufayli taxtga o'tirdi. Biroq aqlli va shijoatli odam bo'lgani, birovning quroli va birovning omadi tufayli erishgan taxtining ildizlarini mustahkamlash uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilgan bo'lishiga qaramay, otasidan ayrilgach taxtdan ham mahrum bo'ldi. Chunki avval aytganimdek, agar poydevor avval qurilmagan bo'lsa, jasur va shijoatli odam ustani ko'p qiynasa ham, butun binoga xavf tug'dirsa ham, uni keyin ham qura olmaydi. Gersogning xatti-harakatlarini o'rganib chiqsak, u kelgusi kuch-qudrati uchun mustahkam poydevor qura olganiga ishonch hosil qilish qiyin emas. Men bu nuqtai muhokama qilishdan foydadan xoli emas deb hisoblayman. Chunki yangi hukmdorga bundan yaxshi tavsiya borligini bilmayman. Gersogning tadbirkorligi uni tanazzuldan qutqarib qolmagan bo'lsa-da, bu uning aybi emas, balki omad qushining misli ko'rilmagan makkorligidir. Aleksandr VI gersogni o'zining o'g'lini taxtga chiqarishni istar, biroq bunga hozirda ham, kelgusida ham ko'plab to'sqinliklar bo'lishiga ko'z yetar edi. Avvalo u
cherkov hukmi ostidagi yerlargagina uning qo'l ostida ekanligini bilar edi. Biroq ulardan birortasini gersogga berishga urinsa, bunga Milan gersigi ham bu paytda kelib Faensa va Riminini o'z qo'li ostida o'tkazib olgan venetsiyaliklar ham qarshi chiqqan bo'lardi. Buning ustiga Italiyadagi qo'shinlar, ayniqsa unga moyil bo'lgan askarlar papaning kuch to'plashidan xavfsiraydigan kishilarning, ya'ni Orsini va Kolonna va ularning gumashtalari qo'lida to'plangan edi. Shunday qilib, avvalo mavjud tartibni parchalash, davlatlardan birini osonlik bilan egallab olish uchun ularning orasiga nifoq solish kerak edi. Buning yo'li osondek edi. Chunki venetsiyaliklar o'z manfaatlari yo'lida Italiyaga fransuzlarni chaqirishgan edi. Papa esa bunga nafaqat xalaqit bermagan, balki qirol Lyudovikning avvalgi nikohini buzib, bunga yordam ham bergan edi. Xullas, qirol Italiyaga venetsiyaliklarning yordami va Aleksandrning roziligi bilan kirib keldi va Milanga yetib kelgan zahoti papaga qo'shin jo'natdi. Papa bu qo'shin yordamida Romaniyani egallab oldi. Tabiiyki ortida qirol turgani uchungina bunda unga hech kim monelik qilmadi. Shunday qilib, Romaniya gersogining qo'l ostiga o'tib, Kolonnaning rejasi barbod bo'ldi. Biroq hozircha gersog o'z yo'lida davom eta olmasdi. Chunki bunga ikkita to'siq bor bo'lib, birinchisi, u qo'shinga biroz ishonchsizlik bilan qarardi. Ikkinchisi esa Fransiyaning rejalari edi. Boshqacha qilib aytganda, birinchidan, u qo'l ostida xizmat qilayotgan Orsini qo'shini pand berib qolishidan cho'chir edi. Ya'ni ularning uni talab ketishidan yoki undan ham yomoni bosib olingan yerlarni tortib olishidan qo'rqardi. Ikkinchidan esa qiroldan ham xuddi shuni kutish mumkin deb xavfsirar edi. U Faensiyani qo'lga kiritgach, Orsini qo'shinlarini Barselonaga yuborgan va ularning juda imillab hujum qilayotganini ko'rganidan so'ng bu qo'shinga shubhalanib qolgan edi. Qirolga kelsak, Urbino olingach, Toskan tomonga otlanganda qirol uni chekinishga majbur qilganida uning niyatini tushunib qolgan edi. Shuning uchun gersog bundan buyon na birovning qiroliga va kimningdir homiyligiga ishonmaslikka ahd qildi. U avvalo Rimdagi Orsini va Kolonna qo'shinlarini zaiflashtirdi. Ularga tarafdor bo'lgan barcha nobillarni katta maosh ta'minlab o'z xizmatiga og'dirib oldi. Har birining iqtidoriga qarab qo'shinda va boshqaruvdagi o'rinlarini taqsimlab berdi. Natijada ular bir necha oy ichida o'z qo'shinlarini ketib, gersog tarafdorlari safiga qo'shilishdi. Shundan so'ng u Orsini qo'shinini rahbarlarini, bundan avval esa Kolonnani bir yoqlik qilish uchun payt poylay boshladi. Bunga juda qulay fursat ham keldi. U esa o'z imkoniyatdan yanada ustalik bilan foydalandi. Cherkovning kuchayib ketsa, o'zining halok bo'lishini anglab yetgan Orsini rahbarlari Majunda, Perujji yaqinidagi mashvaratga to'planishdi. Bu mashvarat gersog uchun juda og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Masalan, Urbionida qo'zg'olon, Ruminiyada esa norozilik kelib chiqarishi mumkin edi. Biroq u fransuzlarning yordami tufayli bu muammolarni bartaraf qila oldi. Gersog o'zining avvalgi mavqeini tiklab olgach, bundan buyon o'zini xatarga qo'ymaslik uchun na Fransiyaga va na boshqa birorta tashqi kuchga ishonmaslikka qaror qilib, aldov yo'liga o'tdi.
U Orsinilarning ko'zini shunday ustalik bilan shamg'alat qildiki, natijada ular avvalgiga ular bilan Sinyor Paolo orqali yarashishdi. Gersog uni nihoyatda izzat-ikrom bilan kutib olib, sarpolar, otlar, pullar hadya qildi. Keyin esa Senegaliyada o'zlari soddalik qilib, uning qo'li ostida birlashishdi. Raqiblarning boshliqlarini yo'qotib, ularning tarafdorlarini o'ziga og'dirib olgach, gersog o'zining bo'lg'usi kuch-qudratiga mustahkam poydevor o'rnatdi. Butun Romaniya Urbino gersogligi bilan birga uning qo'l ostiga o'tdi. Eng muhimi, u o'zining hukmi ostida farovon hayot kechirayotgan xalqning sadoqatidan ko'ngli to'q edi. Gersog ko'rgan chora-tadbirlarning bu qismi e'tiborga va o'rnak olishga loyiq bo'lgani uchun men bu borada alohida to'xtalib o'tishni istar edim. Romaniya uning qo'li ostiga o'tganiga qadar noshud hukmdorlar qo'l ostida edi. Ular o'z fuqarosi haqida g'amxo'rlik qilish o'rniga ularni tinmay talashar, ularni tinch totuv yashatish o'rniga ular orasiga nifoq solishardi. Oqibatda butun o'lka talon-tarojliklardan, o'zaro janjal va nohaqliklardan iztirob chekardi. Gersog esa Romaniya bosib olgach, u yerda tinchlik o'rnatib, oliy hukumatga bo'ysundirish uchun uni ishonchli qo'llarga topshirishga qaror qildi va butun hokimiyatni Messer Ramiro de Orkagoga, keskin va qattiqqo'l odamga yukladi. U qisqa muddat ichida Romaniyada tinchlik o'rnatdi va tortishuvlarga chek qo'ydi va butun o'lkani qo'rquvdan zir titratdi. Buni ko'rgan gersog endi hokimiyatni bir odam qo'lida ortiqcha jamlab yuborish shart emas. Aks holda fuqaroliklarda norozilik kelib chiqadi degan fikrga kelib, obro'li odam raisligida fuqarolik sudini tashkil qildi va bu sudda har yili bir hokimiyatchini vakil qilib yuboradi. Biroq Messerning qattiqqo'lligi xalqni baribir unga qarshi qilib qo'yganini bilib, qattiqqo'llik uning emas, shafqatsiz voliyning aybi ekanligini ko'rsatib qo'yib, o'zini oqlashga va fuqarolarning ko'nglini olishga qaror qildi. Qarabsizki, bir kuni ertalab Chezendagi maydonda uning farmoniga ko'ra Messer Ramiro de Orkoning ikki bo'lib tashlangan murdasini va qonga belangan qilichini ko'rib qo'yishdi. Xalq bu dahshatli manzarani ko'rib, na yovuz Messerdan qutulishga xursand bo'lishini, na gersogning shafqatsizligidan qo'rqishni bilmay qoldi. Mavzudan biroz chalg'ib ketdik. Keling, unga qaytaylik. Xullas, gersog o'z askarlariga ega bo'lib, qo'shni bo'lgani uchun unga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan qo'shinlarning talaygina qismini tormor qildi. Natijada katta kuch to'plab, o'z xavfsizligini ancha ta'minladi. Endi uning yo'liga faqatgina Fransiya qiroli g'ov bo'lib turar edi. Xolos, qanday xatoga yo'l qo'yganini kechikib bo'lsa-da anglagan qirol endi uning biror joyga bosib olishiga toqat qilmas edi. Shuning uchun gersog o'ziga yangi ittifoqdosh qidira boshladi. Fransiyaga nisbatan esa aynan fransuzlar Gaetani qamal qilib turgan ispanlarga qarshi Neapolga yurish boshlash paytida o'zini olib qocha boshladi. U Fransiya bilan orani ochiq qilishni mo'ljallar edi va agar Papa Aleksandr uzoqroq yashaganda bunga juda tez erishgan bo'lar edi ham. Gersogning bugungi kunga oid xatti-harakatlari ana shunday edi. Kelgusi vaqtga keladigan bo'lsak, uning uchun eng katta xavf Aleksandrning vorisi edi. Chunki u nafaqat adolat qilishi, balki Aleksandr gersogiga bergan hamma narsani undan tortib olishi mumkin edi. Buning oldini olish uchun 4 ga ehtiyot chorasini qo'lladi. Birinchidan, o'zi xonavayron qilgan hukmdorlarni oilasi bilan qo'shib qirib tashlash yoki yangi papa ularni himoya qilib chiqmasin. Ikkinchidan, rimlik noiblar yordamida Aleksandrning bo'lg'usi vorisini tizginda ushlab turish uchun ularni o'ziga og'dirib oldi. Uchinchidan,
Kardinallarning kollegiyasida imkon qadar ko'proq o'z odamlariga ega bo'lish. 4-dan, tashqaridan keladigan birinchi hujumga o'z kuchlari bilan bardosh bera olish uchun Papa Aleksandrning o'limigacha o'z yerlarini imkon qadar kengaytirib olish. Aleksandrning vafot qilgan paytda gersog bu choralarning 3tasini ko'rib bo'lgan. 4-si ham deyarli tayyor edi. U o'zi xonavayron qilgan hukmdorlardan qo'li yetgan barchasini o'ldirdi. Ularning bir nechtasigina qutulib qoldi. Rimlik noiblarni o'ziga og'dirib oldi. Kollegiyasida ham kardinallarning ko'pchiliklaridan yordam berish haqida va'da oldi. Yerlarni kengaytirishga kelsak, u Toskana hukmdori bo'lishni reja qilib, Peruja va Poyombioni bosib olishga va Pizani o'z homiyligi ostida olishga ulgurdi. Endi u Fransiyadan qo'rqmasa ham bo'lar edi. Ispanlar Neapol qirolligidan fransuzlarni uzil-kesil siqib chiqargach, ikkala tomon ham gersog bilan do'stlashish uchun uning og'zini moylashi kerak edi. Binobarin yana bir qadam qo'yilsa, u Pizani ham egallab olgan bo'lardi. Shundan keyin o'sha zahoti Siena bilan Luka ham undan qo'rqqanidan ham florensiyaliklarga qasma-qas unga taslim bo'lishardi. Shunda florensiyaliklarning o'zi chorasiz ahvolda qolgan bo'lardi. Bularning barchasi Papa Aleksandrning vafot etgan yilning o'zidayoq yuz bergan bo'lardi. Agar shunday bo'lsa, gersog shunaqangi katta kuch va nufuzga ega bo'lardiki, endi u hech kimning homiyligiga muhtoj bo'lmasdi. Na birovning quroliga, na omadga muhtoj bo'lmas, balki o'zining kuchi va iqtidoriga suyangan bo'lar edi. Biroq gersog otasining vafotidan atigi 5 yil avvalgina qilich yalang'ochladi va birgina viloyat Romaniyani hukmron bo'lishga ulgurdi xolos. Qolgan viloyatlarni egallash esa yarim yo'lda qolib ketdi. Chunki u ikki dushman qo'shini o'rtasiga siqib qo'yilgan holatda bedavo dard ichkanjasida edi. Biroq gersog shu darajada qo'rqmas va jasur ediki, odamlarni o'ziga og'dirib olish yoki ularni yo'ldan olib tashlashga shunaqangi usta ediki, hokimiyatning qisqa muddat ichida qurilgan poydevori shunaqangi mustahkam ediki, har uni ikki tomondan ikki dushman qo'shni siqib turmaganida, kasali holdan toydirmaganida har qanday qiyinchilikni yengib o'ta olgan bo'lar edi. Uning hokimiyat poydevori mustahkam ekanligini biz yuqorida ko'rdik. Romaniya uni bir oydan beri kutardi. Rimda o'lim tushagida yotsa ham xavf-xatardan xoli edi. U yerda kelgan baloni, Orsini va Vitellilarning ortidan hech kim ergashmagan edi. U ergashgan eng muhim narsa shu ediki, papa lavozimiga u istagan odamni saylashmagan bo'lsa-da, har holda u istamagan odamni saylashmaydi. Agar gersog ayni paytda Aleksandr vafot etgan paytda o'lim to'shagida yotmaganda, har qanday to'siqni osongina yenga olgan bo'lar edi. Yuliy 2 saylangan kunlarda u menga otasi vafot etgan taqdirda qilinadigan barcha ishlarning chorasini ko'rib qo'yganini, har qanday holatda yechimini topib qo'yganini aytdi. Ammo u birgina narsani o'sha paytda o'zi ham o'lim to'shagida yotib qolishini hisobga olmagan edi. Gersogning tutgan yo'lini sharhlar ekanman, uning birorta ishiga e'tiroz bildira olmadim. O'ylashimcha, u taqdirning inoyati yoki birovning quroli orqali taxtga o'tirgan har bir hukmdor uchun namuna bo'la oladi. Chunki buyuk g'oyasi va oliy maqsadi bo'la turib, bundan boshqacha yo'l tuta olmas ham edi. Aleksandrning bevaqt o'limi va o'zining bedavo dardga rejalarini barbod qilib, ro'yobga chiqarishga xalal berib qoldi. Shunday qilib, yangi davlatda dushmanlardan himoyalanish, do'stlar orttirish, kuch yoki hiyla bilan yengish, xalqning yuragiga ham qo'rquv, ham mehr, askarlarning qalbiga esa itoat va hurmat singdirish, sodiq va ishonchli qo'shinga ega bo'lish, zarar yetkazishi mumkin bo'lgan odamlarni yo'ldan olib tashlash,
eski qonun-qoidalarni yangilash, ishonchsiz qo'shinni yo'qotib, o'rniga o'zinikini tashkil qilish, ham qattiqqo'l, ham muruvvatli bo'lish, oliyjanob va saxovatpesha bo'lish va nihoyat boshqa hukmdor va qirollar bilan do'stlashib, ularning yo yordam berishiga, yo hujum qilmasligiga erishish borasida bundan ortiq o'rnak, ibrat bo'lishi mumkin emas. Gersogni birgina narsada Yuliyni cherkov rahbar etib saylashda ayblash mumkin. U mana shu yerda mo'ljaldan adashgan. Chunki agar u bu lavozimga o'ziga ma'qul odamni o'tkaza olmasa, o'ziga ma'qul bo'lmagan odam yo'ldan olib tashlashi mumkin edi. Yuqorida aytdikki, bu ish uning qo'lidan kelardi. Shunday ekan, papa martabasiga ilgari uning qo'lidan ozor chekkan yoki saylangan taqdirda undan qo'rqadigan kardinallarni zinhor yaqinlashtirmaslik kerak edi. Chunki odamlar yo qo'rqqanidan yo yomon ko'rganidan o'ch oladi. Uning qo'lidan ozor chekkanlar qatorida San Pietro in Vincula, Colonna, San Drujduna, Askaniolar bor edi. Qolgan barcha kardinallar esa papa etib tayinlangach, undan qo'rqishiga sabab bor edi. Faqat ispanlar va Ruan kardinallarigina bundan mustasno edi. Ispanlar qarindoshlik rishtalari tufayli, kardinallar esa o'z ortida turgan Fransiya qirollarining qudrati tufayli undan qo'rqmas edi. Shuning uchun birinchi navbatda bu martabaga birorta ispanni yoki buning iloji bo'lmasa Ruan kardinallarini tayinlash kerak edi. Ammo zinhor San Pedro in Vinculani emas. Yangi yaxshiliklar bu dunyoning podshohlariga eski afzalliklarni unuttiradi deb o'ylagan odam adashadi. Xullas, gersog shunday xatoga yo'l qo'ydiki, bu xato uni halokatga olib keldi.